Abdullayev joyi bor, shuni bir she'ri bor. Tegishli joyi ruxsati kerak deydi. Tegishli joy. Mana shunaqa ma'noli. Men aytaylik, jamoatchilik kengashining a'zosiman. Lekin bitta qorovul o'tkazmasa o'sha binoga kira olmayman. Qorovul o'tkazmasa, agar meni aytib qo'ygan bo'lmasa. Masalan, men jamoatchilik kengashining a'zosiman. Qaror chiqqan, nimalar bo'lgan. Lekin men har gal kirishim uchun ana yoqda o'tirgan odam ruxsat berish kerak. Tashabbus o'tkazib yubordi. Unga qonun tushunib tura olmaysiz, boyagi o'tirgan Milliy gvardiyami, birovga qonun tushuntira olmaysan, gaplasha olmaysan. Bu birinchi. Ikkinchisi, jamoatchilik kengashining a'zosi bo'lasizmi? O'sha yerda direktorning birinchi o'rinbosari bo'lasizmi? Taklif bildirsangiz, u taklifingizga inobatga olinadi degani emas. Domla men aytdim. Bepul resurs bor O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash uchun. 2 million odam juma namoziga keladi. Nimaga senlar o'sha musulmonlar idorasi bilan memorandum tuzolmaysiz? Qanaqadir yumpa bir bola tashkilotlar bilan 1000 ta memorandum bor, lekin musulmonlar idorasi bilan tekinga o'sha mobilizonniy bir haligi guruhlar bilan ishlaydigan joyga nima yo'q. Aytaylik 10 ta korrupsiyaga qarshi kurash agentligining vazifasini bajaradigan bitta odam bor, muftiy. Voy, haromligini tushuntirlaring desa 10% ga ta'sir qilar. 1% ga ta'sir qiladi. Bilasizmi, masalan, aytaylik 2 million namozxonning 1% ga ta'sir qilsa, qancha katta ishligini. Yo, lekin ya'ni demoqchi bo'lganim o'tmasa, u nimaga kerak? Nimaga ishlayapsiz u yerda? Yo, men buni qarang. Bu agar biz masalan bu yerda bitta narsa bor. Mana masalan skeptizm degan narsa borda, agar hech nimaga ishonmay qo'ysangiz, o'sha oldinga yurishmaydi ishlaringiz. Biz bor imkoniyatdan foydalanyapmiz. Ya'ni demoqchimanki, u yerda bir mo'jizaviy struktura yo'qda, bunda aylanib qilib yo bo'lmasa Tashanov alik jamoatchilik kengashining a'zosi ekan, shuni gapini kelinglar inobatga olaylik degan. 10% menda sinadi, 20% bo'limda sinadi, 50% agentlikning o'zida keyin ketaveradi. Hali bekorga Abdullayev gapidan boshlamadim. Tegishli joydan ruxsat olish kerak degan narsa. Qonun bor-ku. Yo, qonunni qo'yavering. Qonun men siz juda haligi optimist ekansiz. Oxirigacha borib yutamiz, misol uchun. Yo, biz ham yutayotgan joylarimiz bor. Lekin yordam kerakmi degan ma'noda sizga men sizni tushundim. Lekin mana bu degani, mana masalan aytaylik, bunaqangi yomon kayfiyatda ekanligimiz ish to'xtab qolishiga sabab bo'lish kerak emas. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, biz ham yutyapmiz, lekin umumiy ma'noda olganda, ya'ni umumiy ishlar samaradorligi nuqtai nazaridan olganda, agentlik tugul birorta bir haligi milliy kengash birortasi ishlayotgani yo'q. Bekorga boya kulgi bilan gapirganimiz yo'q, bir oyda nima o'zgardi deb. Bir oyda faqat xizmat mashinalari o'zgardi. Misol, boshqa hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganim. Rahmat, Abdurahmon aka, ikkinchi savol.